Xo'p, agarda hisobni ko'radigan bo'lsak, YX 3 marta yutqazman va 12 marta yutman. YX rekord. Mayli endi vaqti bo'ldimi aka? Vaqti bo'ldi, budilnik chaldi. Juda ham yaxshi, mayli uni hozir qilib o'chirib qo'yamiz kompyuterni va все, endi esa akaga pulni beramiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men o'sha Krifmanga video rolikga xush kelibsizlar bo'ladi. Xullas, jigarlar, hozir men kompyuterxonada kompyuter o'ynab o'tirman. Bratan, xullas keling, mana pulingizni oling, qancha degandingiz? 2 dollar ardingidek. Mana akam oling va bo'ldi, все. Bo'ldi, все, ketavering. Rahmat. Dush, mazza qilib o'ynadim. Chiqay. Yo, albatta bo'lasizlar, tezda videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Xullas keling, hozir men mana bu yerda mazza qilib kompyuter ko'rib o'tirman, ya'ni o'ynab o'tirman. RTX nechi desam, RTX ning eng oxirgi modeli. Stop, qo'ng'iroq qilyapti palakat. Alo, ishdaman. Alo, Krif, yaxshimisan? Sen qo'ng'iroq qilyapsanmi? Da, men yo'lni turib palakat o'chirib mana buni qo'sh jidal qalaysan. Yaxshi qo'ysan qalay. Yaxshida qo'yish, nima uchun qo'ng'iroq qilyapsan? Xullas keling, men yangi mashina sotib oldim. Mashina sotib oldim, o'shanga tabrik qo'ymaysanmi? Sen mayli tabriklayman. Rahmat. Xullas keling, o'shani iltimos yerga olib kelib bitta o'zing atrofni olib ber. Yana nima? Iltimos. Bo'pti, qaysi edi uying? Ana bu. Mana bu yerda mayli hozir olib kelaman. Qayerda? Kirish joyida turibdi. Kirish joyida mayli hozir pauza ishlarni qilib olib kelaman. Bo'l, kirib addishi. Addishi palakat borishlar. Nima endi moshina sotib, o'zi moshina sotib oladi, keyin o'zi hayda olmaydi. Shu yerga olib kela olmaydi o'zlari, endi moshina sotib olgandan keyin mayli balkim bo'lib pravasi yo'qdir, sababi jiteliga prava berilmaydi. Просто o'zlari ya'ni haydab o'rganishadi. Haydab o'rganishmay turib bo'la haydasa, moshinani nima bo'ladi bilasizlarmi? Shtaraf, просто shtarafni boshdan chiqarishadi. Juda ham yaxshi, mana uni hozir mana bundan yaxshilab endi tozalab olamiz va mana buni ham bo'lsa, ana qolmadi bular normali. Endi hammasi atak bug'doyimizni olamiz. Bug'doy vallahi bo'la, вообще qimmat turadi hozircha bug'doy. Bizda eng yaxshi ketayotgani sabzi va bug'doy kartoshkancha. Kartoshkada esa unchalik ham nima bo'ladi, odamlarda e'tibor yo'q. Mayli, nima qiladi endi bo'la, tak endi mana buni yaxshilab ekib qo'yamiz. Oppa juda ham yaxshi. Bug'doylarni hammasini ekib qo'yamiz. Undan keyin esa mana bu kartoshka va sabzlarni ekib qo'ysa, undan keyin ana mashinani olib kelib olib atrofini olib beradi. Просто garaj qur demadi. Garaj qurish вообще yo'q deyaptim. Sababi garaj qurishga erdan bo'la juda ham katta garaj qurish kerak uchun ixmallarni hozir mana bilan olamiz va все normali bo'la. Takan esa buni ichkariga solib qo'yamiz-da. Xullas mashinani olib kelamiz. Instrumentlarimizni olib qo'yamiz yaxshi. Mana buni olamiz, lopatka va kirka juda ham yaxshi bo'la. Normal. Endi esa boramiz xullas. Borib mashinani olib kelamiz va atrofni o'rab zabor bilan cho'tki qilamiz. Mana bu zaborlar bilan kirish joyi har doim bilasizlar, mana bu tarafda ketaversan chiqadi. Menimcha mashina turgan bo'lishi kerak. Bilmadim, qanaqa mashina sotib olgan, sizlar bilan birga ko'ramiz, sekin tushib ketmaslikda. Tak bo'la mana bu taraflarda turgan bo'lishi kerak mashina. Bu yerda endi o'sha yerga yurish kerak, tez yura qolsangchi. Ya'ni o'zi mashina ko'ryapti, bilmadim qanaqa mashina. Tezroq yugurish kerak. Yuguramiz. Давай, sport deydi. Xo'p, bu qanaqa mashina bo'lgani? Bola, menimcha juda ham zo'r mashina o'xshabdi. Bola, Audi ekan, Audi. Вообще, bola, вообще zo'r va qaranglar. Bilmadim qanchaga sotib olgan, lekin Audi qimmat turadi bola. Mana uni qolsa sekin qirib olmasdan endi olib olishimiz kerak. Buni qirib olsa yomon bo'ladi, lekin sababki birovning mashinasini qirib urib bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, tamom boy sekin. Urib bo'lmay turib, urib olsa bo'lmaydi deb turib urmamoqchiman. Qaranglar, parasatda qaranglar, proslar. Tak endi esa svetlarni bitta yoqib ko'raylikchi. Bu har nima deb cho'tgan o'tib. Normal bo'la. Endi esa boramiz. Bularda sport rejim olgan. Normali bo'ladi, lekin normali mashina qaranglar, вообще zo'r ekan. Degan esa boramiz va xullas kelam, tezligini qaranglar. Normali bo'ladi, tez yurar ekan. Degan esa daraxt chopib kelamiz, sekin. Birotora daraxt chopib kelamiz, undan keyin esa atrofini o'rab qo'yamiz. Tak mana bu taraflardan daraxt qo'yib palakatda ichkarisiga kirib olmasam, degan esa sekin boramiz-da mana bu taraflarga va daraxt chopib kelamiz. Mana bu taraflardan xullas sekin bu bo'la, вообще mazza ekan. Men Audi unchalik ham yoqtirmasdim, lekin to'g'risini hozir normal, yaxshi yurar ekan bola. Tak endi esa instrumentni olib, ya'ni boltamni olaman-da, xullas ozgina daraxt chopib, xullas atrofni olib berganimdan so'ng bilasizlarmi nima qilaman? Bilmadim, bo'laman, o'zim bilmayman nima qilishimni, xullas o'tiraman uyda. Degan esa tak bizlarga chama bilan bir bola 30 tami daraxt kerak bo'lib qoladi. Normal ko'proq kerak. Sababi ko'proq kerak. Xullas bo'lib atrofni oramoqchiman, sababi zabor uchun bilgan biladiki
ko'proq nima ketadi, ya'ni zabor uchun ko'proq bunaqa daraxt ketadi. Shuning uchun bo'lib ko'proq daraxt olsa juda ham yaxshi bo'ladi. Tak endi mana buni olamiz va tak oppanna 15 ta, no pashti yarim to'ldirdim. Endi esa yana shuncha qilsa yetib qoladi. Ya'ni ozgina tak 13 ta qilsa yarim hali yetib qoladi. Xullas bo'la nima deb tashayotganimni o'zim ham bilmayman. Hamma tak endi esa 22 ta 8 ta daraxt olsa, undan keyin atrofni o'rab qo'ysa ham bo'ladi. Cho'tki bo'ladi. Endi bundan endi qanaqa zabor yasash kerak, zabor yasashdan qiyin emas, просто vesakka tashlab yuborsa bo'ldi. Narsalarni degan mana daraxtni chopsa, mamsha yetish kerak. Bizda 4 ta daraxt kerak, qani bo'ldi. Yetar ekan, как раз 30 ta va всё bo'ladi. Всё нормально. Endi esa boramiz deb bularni xullas hozir taxtaga aylantirib, mana svetlarni o'chirib qo'yaylik. Sababi uni akkumulyatordan to'p ketadi. Bu esa bizga kerak emas. Tak mana bu fabrotniklarni o'chiramiz va всё bo'ladi. Endi esa xullas ketdik qishloqning yoniga. Tak ekranni mana qilib olganim, mayli bo'ladi, mana qilib qo'ydik, lekin bilmadim bo'ladi nima uchun parkovkaga qo'ymayapti. Balkim ular parkovkadan o'g'irlab ketishar deyotgani sababi parkovkadagi mashinalar eng boshqa ko'zga tushadigan mashinalar bo'lib hisoblanadi. Sababi parkovkadan bo'sha tursa o'g'rini o'g'irlash kerak deb bo'ladi. Hamma o'g'rini ham bilasiz, o'g'risi keladi mashinani, sababi mashina qilmay turadi. Shu yerga o'rab qo'ysak bo'ladi atrofini, normal. Endi esa buni tak 30 tani hammasini aylantirgan, mayli baribir bizga kerak bo'lmaydi mana bunaqa daraxtlar. Просто bizlarga nima kerak? Zavor kerak. Buni ichiga nima kirmoqchiman? Buni ichida balo ham yo'q, buni ichida balo bor, balo yo'q, lekin balo bor. Qishloqning ichida nimalar yo'q ekan? Nima bo'ldi? What the? Bola qishloqning uyida qurol bor ekan. Bilmadim buni qanaqa qurollar bo'ldi. Pullarni qaranglar. Amali birovning haqqi kerak emas menga, lekin qurollari kerak. Bo'lib qaralab oltinli revolver bola endi mana bu yerdan bitta bersak sabr qoling, sababi uyga boshqa juda ham beryapman. Qaranglar bilan yashira, menimcha hech kim ko'rmadi, juda ham yaxshi. Agar do'st kimdir ko'radigan bo'lsa, merga jalb tashlaydigan bo'lsa, yomon qiladi, lekin buni bilmadim, lekin qishloqning uyida hech o'ylab ko'rmagandimki, nima chiqadi deb, qurol chiqadi deb, bola qurol bor ekan, lekin bilmadim. Qattiq olgan, mayli-da bo'ldi, mayli-da. Degan esa erkakchilikga olib turadigan holat, endi esa mana buni yarmini mana bu yerga va yarmini mana bu yerga qo'yib turib, oppa qilsak va bu bizga gate kerak emas, bizga zavor kerak, bizga eshik kerak emas. Menimcha bo'la qator qo'yib yubordim shekilli, ikkita tarafga qo'yish kerak ekan va o'rtasiga qo'ysam va tayyor. Menimcha qancha chiqadi bundan? 36 ta chiqdi. Yetmasligi aniq bo'la. Keling yana yasab qo'ya qolay, sababi yetmaydi bo'la aniq. Tak endi esa oppana qilamiz va mana buni olib qaytib yasa, bola cho'zilib ketdi. Tak oppana qilamiz va tak oppa va voy palakat oppana qilsa va всё 60 ta bo'ldi. Juda ham yaxshi. Menimcha shu yetib qolsa kerak. Endi esa atrofni o'rab qo'ysak bo'ldi. Tak endi mana bu yerlardan o'rab qo'yamiz va oppana qilib kelinglar kattaroq boramiz. Sababi bizda zavor ko'p, shu bu zavorlar menga kerak emas va всё. Kattaroq borib qo'ysa, bir yerga tegmaydi ham, chutki bo'lib turadi xullas. Tak mana bu yerlardan qilamiz va atrofni o'rab qo'yganimizdan so'ng xullas bilmadim endi bo'la ana bunaqa zaborning eshiklarini ham yasash kerak hali. Bo'lim normal. Endi esa tak xullas yana bizga tayoqchalar kerak bo'ladi. Tak shuncha tayoq yetsa kerak, tak yetadi aniq. Tak endi bu yerga bitta, bu yerga va o'rtasiga esa menimcha shu bo'lsa kerak. Bo'ldi. Normal. Stop bizga menimcha ko'proq kerak bo'lardi. Hamma necha bo'la, o'zi bir amala bo'ladi u yoqni. Tak mana bu yerga endi eshik qo'yib olsa undan keyin va всё bo'ldi, cho'tki bo'ldi. Kelatda mashinasini chiqarib haydab ketaveradi. Bu yerga hech kim kira olmaydi ham, sababi mana bu yerni agarda qulpirib, ya'ni ilib qo'yadigan bo'lsa, hech kim kira olmaydi, balo ham kira olmaydi bu yerga. Juda ham yaxshi. Endi siz bilan quduqqa tashlab borsamkin, mayli, ozgina insof bilan qilaylik-da bola. Qishlog'i, qara, bolta, voy, nima bu? Revolver qatdan olding. Bilmadim nimaga o'ltirdim, prosta tak bola o'ltirgim keldi. Endi esa bularni xullas uyimni solib qo'yaman, undan keyin esa qishloqni o'zimga aytishim kerak. Qishloqqa aytamizki, bo'ldim, qishloqqa qurib oldim deymiz. Kira ichkariga. O'tda bo'la o'tirgan joyimga qaraylasizlar. Tok normal. Endi mana solib qo'yamiz bularni. Qurolni ham keldi solib qo'yaylik, bizga kerak bo'ladi bular. Sababi juda ham qimmat turadigan qurolni, o'qdorlarni, ya'ni o'qlarni topib olsam, undan keyin вообще cho'tga bo'ladi bo'ldi. Endi esa boramiz xullas oq kiyimli yigitlar ana turibdi. Hali ham yurib turibdi, boya ham yurib turibdi. Qishlog'i, nima deysan? Xullas mana mashinangni xullas shu yerga qo'yib oldim. Rostdanmi? Yo'q, rostdan emas. Rahmat degan. Arzimaydi, borib ko'rish mumkin. Bo'pti.
Normali bo'ladi. Rostami deydi. Rostami deydi. Odamga o'xshab, aytdim-ku men, yana rostami deydi. Davay bola kelinglar. Az bola aslida bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Xullas pulimizni olib olamizda. Hozir bola Mambet tog'iga boramiz. Mambet tog'i bizga normal ko'p narsalar berish kerak. Ya'ni biza bola o'sha Mambet tog'ini bilasizlar, magazini bor. O'sha magazindan bir bola sotib olaman hozir. Bilmadim endi bola nima sotib olamiz, hozir ko'ramizda bola nima sotib olishimizni. Mambet tog'a, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Karifbek, yaxshimisan? Yaxshi o'z qoli. Yaxshi-da. Xullas kerak, menga narsalaringiz kerak, xo'sh, nima sotib olsam bo'ladi? Kravat bor ekan, kravat sotib olsam hamcha bo'ladi. O'zi sotib bo'ldimi, hammali. Tak bitta kravat olaylik, kelinglar. Bo'ldi, chotki. Tak endi yana bizga kerak bo'ladi. Tak kamon sotib olsammikin? Kamon kerak emas. Davay mana uni sotib olamiz. Mana bu tog'a juda ham yaxshi bo'ldi, rahmat. Arzimaydi. Bo'la qaranglar, nima sotib oldim deganlar uchun mana uni kravat bilan buni nomini bilasizlar o'zinglar. Ya'ni charpalak, ya'ni bo'la yuqori qo'yasiz, aylanib turadi. Issiq kunlarda kerak bo'ladi. Hozir issiq emas ukun, mayli bo'la. Baribir yoz yaqin. Tak buni endi qayerga o'rnatamiz? Mana buni olib tashlashamikin? Yo'q, bu kerak, lekin bo'la qayerga o'rnatamiz endi buni? Palakat. Mana bu o'rnatsak, yo'q, bo'la svetga tegib qoldi. Endi olish kerak buni. Bilmadim, bo'la xullas qayerga o'rnataman? Mayli bo'la, bir bola qo'yamiz u yog'ini. Tak bo'la, davay mana bu yuqoriga o'rnatamiz. Mazza qilib bo'la choy bilan kakkoy ketadi-yu. Tak endi esa buni mana bu qo'yib yuborsak, bo'la katta. Bo'lmas ekan bu yerga. Bilmadim, xullas bo'la mayli, solib qo'yaverib, bir yerga o'rnatamiz. Mana buni esa davay bo'la mana bu yerga o'rnatsak, bo'la yumshoqqina, juda ham yaxshi. Endi mana bu yerga qolgan narsamni men solib qo'yaman va bitta svet ortib qoldi. Bitta svetni tak mana bu yerga ikkita svet qo'yaylik, juda ham yaxshi. Bo'ldi, xullas kelam endi mana bu yerda o'tirib olib, men mazza qilib video olishni boshlamaslar uchun. Xullas kelam, start go.